Assalomu alaykum qadrdonlarim. Men yana yurak to'g'risida chuqurroq gapirmoqchiman. Yurakka yana nimalar kerak? Bizda Sabira Venus korporatsiyasida yana ajoyib bir tuhfa bor. Bu tuhfa Novamin mahsulotidir. Bu asl mahsulot. Bunga tili ojiz qadrdonlarim. Bu mahsulotni sevib iste'mol qilaman. Qarshingizda ko'rib turgan mahsulotlaringizni hammasidan iste'mol qilaman. Men 2000-yili avtohalokatga uchraganimdan so'ng men o'zimni tuzatish uchun mana shu mahsulotlarga astoydil yondashganman. Faqatgina ukol dorilargagina suyanib qolmaganman. Bu mahsulotlar bilan men umrimni uzaytirish uchun, yurak faoliyatimni yaxshi ishlash uchun aritmiya bo'lib qolganman. Tez uradigan va sekin uradigan bo'lib qolgan. Shuning uchun mana shu mahsulotlarni sevib iste'mol qilaman qadrdonlarim. Damlamalarda ham 10 xil bo'lsa, bizda umonni ham ichib ko'rganman desam ishona olinglar. Novamin mahsulotini endi men sizlarga gapiradigan bo'lsam, 30 yillik tarixga ega qadrdonlarim. 23 yil, 24 yil eksperimental tadqiqotlar asosida olimlar buni osonlik bilan chiqargani yo'q. Nihoyatda ter to'kdi professorlar. Allohim ularning umrlari uzoq bo'lsin. Men endi bu mahsulot bilan ko'p odamlarga yaxshilik qilganman. Balkim yaxshilik qilganman, kimlargadir balkim nojo'ya bergandir, lekin nojo'ya beradi deb umuman o'ylamayman. O'sma kasalliklarda bir nechtasida natija olganman. Hattoki o'zimni farzandimda ham, o'zimda ham natijalarim bo'lgan. Ko'krak bezi saraton kasalliklari, mastopatiya, o'sma kasalliklarining bir nechta turlarida, telefon nuridan nurlanishlarda, bundan tashqari radiatsiya nuri bilan ishlaydigan insonlarda kasb kasalliklariga, tez charchaydigan insonlarga, ko'p xatga qaraydigan, kompyuterda, gadjetlarda ishlab kechasi kunduzi tinimsiz mehnat qiladigan, tez charchab qoladigan insonlarga tavsiya qilaman bu narsani. O'sma kasalliklaridan tashqari surunkali shamollash kasalliklariga ham tavsiya qilaman. ORVida organizmdan o'tkazilgan kasalliklar, stresslarda, zaiflik bo'lgan paytlarda, noqulay ekologik sharoitlarda, har xil yomon ekologik shaharlarda yashaydiganlar uchun, jumladan Qo'qonda ham albatta shamolimiz bor. Bizni havomiz nihoyatda mu'tadil emas. O'shaning uchun mu'tadil emas shaharlarda bemalol buni iste'mol qilib yurish kerak. Umringizni uzaytiradi, sportchilar uchun nihoyatda zo'r mahsulot qadrdonlarim. Kuchini ko'paytirib beradi. 10 tadan bemalol iste'mol qilish mumkin. Sportga, musobaqalarga tayyorgarlanadigan yigitlarimiz uchun o'zini basalariga qo'shib, ayrim L-karnitinlariga qo'shib, L-metianin, L-karnitin, bo'g'im uchun kalsiylar bor, temirlar bor, temir falatlar, xelat temirlarimiz bor. Shular bilan birgalikda mana shu Novaminda iste'mol qilib yurgan sportchilarimiz albatta yetib kelishadi qadrdonlarim. Bemalol iste'mol qilinglar, qo'rqmanglar. Narxi 171 ming turadi. Kelinglar bizga telefon qiliskamizga chiqinglar. Biz sizlarga bemalol kelishilgan narxda beramiz.